Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Medston podcastining birinchi qismi va biz mehmonimiz Diyorbek bilan USMLE yo'lidagi qiyinchiliklar va ularni qanday yengib o'tish haqida gaplashib o'tamiz. Mehmonimiz Diyorbek USMLE Stepper imtihonidan yaqinda muvaffaqiyatli o'tib keldilar. Va endi hozir Diyorbek bilan biroz yaqindan tanishib olsak. Diyorbek, o'zingizni kimligingizni tanishtirib bersangiz, qayerda o'qigansiz? Stepperga tayyorlanish g'oyasi qachon paydo bo'ldi? Va atrofingizdagilar, uydagilar, do'stlaringiz bu fikrga, USMLEga tayyorlanayotganingizga qanaqa reaksiya bildirishgan? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ustoz, avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Dastlab USMLEga menda qiziqish qanday paydo bo'lgan deydigan bo'lsam, hali USMLEni eshitmasdan oldin birinchi kursligimizda hamma abituriyentlar institutga tayyorlanish davrida juda ham zo'r berib, bir yaxshi tempda tayyorgarlik ko'radi o'qishga kirish uchun. Biz ham endi mana shunaqa tempda bo'lganmiz. Endi o'sha tempni yo'qotib qo'ymaslik uchun, ushlab turish uchun ham, endi baribir kelajakda yaxshi shifokor bo'lish uchun ham fanlarni zo'r berib o'qiganmiz. Masalan, deylik, anatomiya fani, lotin tili fanlari umuman yangilik bo'lsa ham, nisbatan qiyinroq bo'lsa ham, yodlaydigan jihatlari, joylari ko'p bo'lsa ham o'qib harakat qilib o'qirdik. Qiyin bo'lsa ham o'zlashtirganmiz bir amallab, lekin o'zimda sezilgan shu gistologiya, fiziologiya kabi fanlarni o'zlashtirish juda qiynalganman. Ko'pchilik aytishardiki, birinchi kursda masalan qaysi fanni ko'proq o'qish kerak, yaxshilab tushunib olish kerak desa, shu fiziologiyalarni aytishardi. Lekin o'qib tushunmasdim unchalik ham, chunki bitta mavzular juda uzunroq bo'lardi, masalan 30-40, 50 betlik hatto mavzular bo'lardi. O'shalarni tushunishda ozgina qiynalganman o'zim. Va keyinchalik o'sha vaqt o'tishi bilan o'sha tibbiy institut talabalari tomonidan ba'zi kurslar bo'lgan, onlayn kurslar bo'lgan. O'shanaqada qatnashib ko'rganman. Ular nima qilardi? O'sha ingliz tilidagi ko'plab ma'lumotlarni ingliz tilini bilganligi uchun tarjima qilib, o'zlari kurs o'tishardi. Qarasam juda ham sodda, masalan 30-40 betlik faqatgina satrlardan iborat emas. Kichik diagrammalar, o'sha rasmlar ko'rinishi juda ham oson, miyaga oson o'rnashadigan usulda tushuntirishardi. O'sha fiziologiya kabi fanlarni mana shuni tushunib, o'zimda juda bir xursand bo'lganman, yaxshi bir o'sish his qilganman. Va bu orada o'sha USMLE haqida ham 2-3 kurslarimda tanishganman va qarasam juda qiziqish paydo bo'lgan. O'zimni bir erkin, yaxshi his qilganman. Endi eshitganimizdan keyin masalan uning to'lovlari, bo'ladigan qiyinchiliklari, unga ketadigan vaqt, resurslar haqida ham endi ma'lumotga ega bo'lganmiz. Lekin o'zimni bir yaxshi erkin his qilganligim uchun shunda, mana shu men uchun deb o'ylaganligim uchun keyinchalik o'sha boshlash niyati paydo bo'lgan. Uydagilarga ham men to'g'ri tushuntirganman, ular ham qo'llab-quvvatlashgan. Zo'r. Mana hozir siz gaplaringizni eshitib, o'zimni ham bakalavr paytim esimga tushib ketdi-da. Chunki menda ham xuddi sizga o'xshagan holat bo'lgan. Boshqa talabalarda ham ehtimol shunaqa vaziyat bo'lgandir. Ya'ni ko'pchiligimiz ham abituriyentlik paytida imtihonni o'tish uchun o'qiganmiz-ku. Imtihonni o'tgandan keyin esa imtihonni o'tdik, maqsadga erishildi, nima qilishni bilmay qolganmiz-da. Bu xuddi qanaqadir shokka, vakuumga tushib qolganga o'xshash holat bo'ladi-yu. O'shanda nima qilishni bilmaydi ko'pchilik. Va 6-kurs oxirigacha ham, даже ordinatura magistr paytida ham davom etishi mumkin-da, mana shu vakuum. Lekin hammaga ham nasib qilmaydiki, shu vakuumdan ertaroq chiqib ketib, shaxsiy rivojlanish, o'zida ishlash bilan shug'ullansa, o'zini bilimini oshirishga, kelajakdagi karyerasi uchun fundament qurishni boshlash hammaga ham nasib qilmaydi. Mana shu tomondan men xursandman o'zingiz uchun yechim topganingizdan. Chunki men ham ko'p qidirib, boshim devorga urilib oxiri shu USMLE yechimiga kelganman. Xudoga shukr, shuni hisobidan baraka topdik. Ya'ni qanaqadir moddiy tomondan aytmoqchi emasman. Nima deydi? Odamni ichki ko'ngli to'lishi darajasi bo'ladi-yu. O'zi kasbidan qoniqish hissi deydi yoki o'zi bilimidan qoniqish hissi deydi. USMLE mana shu qoniqish hissini bergani uchun ham men shukr qilaman, xursandman. Sizga mana shu nima deydi, yo'l nasib qilgan ekan. Avvalo bu ham nima deydi, bu yo'lga kirish o'zi ham bitta nasibda. Shunisidan xursandman. Nasib bo'lsa, bu yog'iga Xudo xolisa yana birga shug'ullanib, bu yoqda kasbiy faoliyatimizni ham birga olib boramiz deb umid qilaman. Qolgan hali savollarimiz ko'p. Xudo xolisa, o'zingizni qiyinchiliklaringiz, muammolar, qanaqa yechimlar qilganingiz haqida yana gaplashamiz. Xo'p, Diyorbek, hozir aytdingizki, shu USMLEni boshlayotgan paytimda o'ziga xos baribir qo'rquvlar bo'lgan. Kurs to'lovi qanaqa ekan?
o'zi qanday bo'lar ekan degan fikrlar o'tgan ekan. Menda ham xuddi shunaqa fikrlar o'tgan. Вот mana shu jarayonlar haqida ham aytib bera olasizmi? Ya'ni tayyorgarlikni boshlayotgan paytingizda o'zi avvalo shundan boshlaylik. Bilim darajangiz qanaqa edi va USMLEni boshlaganingizdan keyin nima o'zgardi? Xo'p, demak, USMLEni boshlashdan avval tabiiy ravishda bilim darajam uncha yaxshi emasdi. Qanchalik harakat qilmay, endi o'qishda bo'ladi, harakatchan bo'lganman, lekin u darajada bilimim yaxshi emasdi. Keyin o'shanga yarasha o'zimga bo'lgan ishonchim ham yaxshi bo'lmagan. Keyin USMLE haqida deylik, ikkinchi kurslarda eshitib, bunga aniq niyat qo'yganman. Bo'ldi, bu meniki bu yo'l. O'sha ishonch hissi paydo bo'lgan, qoniqish hissi paydo bo'lgan. Keyinchalik ikkinchi kursda niyat qilganman qachondir boshlayman deb. Keyin qanaqa bo'lgan? Uchinchi kursda men endi shunaqa miyada shunaqa fikr bor edi. Baribir O'zbekiston sharoitida rus tilini bilmasdim. Rus tilini ham o'rganish kerak degan fikr bor edi. O'shaning uchun o'zimni o'zbek guruhimdan rus guruhga demak perevod qilganman. Uchinchi kursda. O'xshash taqdirlar, men ham xuddi shunaqa qilganman. Zo'r. O'xshash ekan. Keyin uchinchi kurs faqat o'sha rus tilini o'rganishga, o'sha muhitga moslashishga harakat qilganman. Orada endi USMLEdan ham ba'zi fanlarni mustaqil o'qishga harakat qilganman. Endi hali til bo'lmaganligi uchun tushunmaganman. Qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin keyin 3-kursdan 4-kursga o'tgan paytim 4-kurs faqat ingliz tiliga qatnashdim, ingliz tilida o'qidim. Va mana 2 yil orada men rus tili va ingliz tili o'rganish paytida avval niyat qilingan, endi ichki xohish, chanqoqlik oshib borganda USMLEga baribir o'qiyman, tezroq boshlay, shunaqa ichki bir yetilib bo'lganda, o'sha ichki xohish juda kuchli bo'lgan. Keyin o'sha 4-kursni tugatganimdan keyin boshlaganman USMLEni. O'zi USMLEni boshlagan paytim self study qilaman degan plan bor edi. O'shanga self studyga moslashaman degan plan bor edi. Keyin offline kurslarga ham borib ko'rganman. Offline kurslarga borganman. Dastlabki o'sha USMLE haqidagi tushunchalar, tasavvurlar, o'sha case nimani so'raydi, nimani talab qiladi, mohiyatini tushunish uchun dastlab o'sha kurslarga qatnashganman. Keyin baribir sal yo'l uzoqlik qilgan, ba'zi endi moliyaviy tomonlar jihatdan keyinchalik baribir self studyga o'tganman. O'zim ongli ravishda self studyga tayyorlab borganman. Keyinchalik self study usuliga o'tdim. Mana o'zim tayyorgarlik davrimni o'sha 3 ta davrga bo'lish mumkin. Dastlabki boshlang'ich davrida o'sha kursga borish, offline, keyingi davr esa self study davri, uchinchisi Medstone bilan birgalikdagi o'sha intensiv guruhdagi faoliyat. Endi har bitta davrni solishtiradigan bo'lsak, o'sha aytganimdek birinchi davr bu dastlabki tanishuv, kirishish, nima ekanligi haqida dastlabki tushunchalar. Ikkinchi davrni oladigan bo'lsak, bu self study davri, o'ziga xos stressli bo'lgan, ba'zi og'riqlarni tanada his qilish kerak bo'lgan bir davr bo'lgan. Buni ham o'ziga xos bo'lgan yaxshi va yomon tomonlari bo'ldi. Ya'ni ko'p mavzularni o'zlashtirish kerak. O'sha ichki disiplina, masalan, tashqaridan kimdir aytmasa ham odam ichki disiplinasini shakllantirish uchun o'sha self study davri o'ziga xos bo'ldi. Lekin bitta yomon endi minus tomoni shunday ekanki, odam o'sha faqat o'zi o'qigan bir xil narsani bir xil faqat o'qiyorgandan keyin miya ham endi baribir stress-ku bu. O'sha ego himoya mexanizmi, bilmayman. Xuddi faqat o'zim o'qigan narsam keyinchalik miyaga kirishda qiyinlashib qoldi. Miya qanaqadir bunga himoya mexanizmi ishlab chiqdimi? Keyinchalik o'sha Medstone'ni kuzatib boraman boshlagan paytimdanoq, o'sha boshlamasdan avval ham. Keyin o'sha qatnashib ko'rdim anaqalarda. Siz onlayn chatlar qilardingiz, masalan, case muhokamalari. O'sha paytda Nilufar opa ham bor edi, o'sha qatnashganimiz. Qarasam, sizdan yoki o'sha case muhokamasi orqali ko'pchilik bilan birga qilgan muhokamalarim o'sha miyada yaxshiroq o'rnashdi, yaxshiroq saqlandi. O'sha baribir kemtiklik his qildimda, self study payti ham. O'sha kemtiklikni mana shu ko'pchilik bilan muhokamali bo'lgan mana shu narsada topdim. Keyin o'shanda Nilufar opa aytgandi, shunaqa birgalikda qilaylik degan. Keyin siz ham o'sha yerda kelishgandik. Keyin men ham o'shanda sal passivroq qatnashuvchi bo'lgandim, lekin o'shanda bo'ldi, men ham rozilik bergandim, xudo xolasa boshlaymiz deb. O'sha U-Worldni yana o'sha bir kurpolnik ko'rib tugatamiz, shuni muhokama qilamiz, bilimlarni yana mustahkamlab o'rganamiz deb. Keyingi davr, 3-davr Medstone bilan shug'ullanish davri, o'sha intensiv guruh g'oyasi endi yangicha bir g'oya bo'ldi.
bu davrda masalan men aytishim mumkin, haqiqatda eng qiziq, yaxshi bo'lgan davr. Chunki ko'p fanlar tugagan, ba'zi fanlar qolgandi. Psixiatriya, biostatistika, etika kabi fanlar qolgandi. Endi ko'p fanlar tugagan. Masalan, keyslarni ham deylik, agar topolmagan keyslarni ham oxiri o'rganib chiqadigan bo'lsak, qachondir o'rgangan konsepsiyamiz esga tushadi. Stress kam bo'lgan, eng bir yaxshi bir davr deb ayta olishim mumkin. Endi mubolag'a emas, masalan dars boshlanishini o'zim ham kutib shunaqa davr bo'lgan. Zo'r. Guruh ham yaxshi shakllandi, bir oilaga aylana oldik. Nilufar opa, Shahzoda, Muzrobbek, Manzura, ularni ham xudo xolasa yaqin orada imtihon topshirishadi. Ularga ham omad tilab qilamiz. Xudo xolasa. Diyorbek, hozir siz aytib o'tdingizki, boshida qaysidir o'quv markazlariga ham borganman dedingiz. Men aytmoqchimanki, o'sha o'quv markazlarida ham agar o'quvchilari yoki ustozlari ko'rib turgan bo'lsa, o'sha o'quv markazlariga ham alohida minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. Nimaga? Chunki Diyorbekni biz uchun xuddi tayyorlab bergani uchun, xuddi fundament vazifasini bajargani uchun, baribir har bitta ustozni o'zini vazifasi bor-da. Boshlab bergani uchun ham ularga rahmat kattakon. Bu yog'iga nasib bo'lsa, Diyorbekning o'zlari ham xudo xolasa bularni o'zlarining ham loyihalari Medstonda bo'lyapti. Diyorbekning o'zi ham ko'pchiligi boshlang'ich maktab vazifasini bajaradi deb umid qilamiz, nasib bo'lsa. Va podkastimizda davom etamiz. Men keyingi savolimni bermoqchiman. Hozir bu o'rtoqlar faqat savolni noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu kimnidir solishtirish maqsadida emas. Aytmoqchimanki, Medston haqida hali ko'pchilik bilmasdi va o'sha Medston haqida siz ham hali bilmay turib, nima uchun Medstonni tanladingiz va Medstonda sizga nimalar yoqdi, qanaqa ustun tomonlarini ko'rdingiz demoqchiman-da Medstonda. Shu haqida aytib bera olasizmi? Demak, Medstonni tanlashimga sabab o'sha boya aytganimdek, self study davrida o'ziga xos bo'lgan yaxshi va yomon tomonlari bor dedik. Endi self study paytida ham juda ko'p masalan fanlarni tugatib, shunaqa o'zimga o'zim bir ijodkorlik davri bo'ldi. Lekin o'sha o'ziga xos bo'lgan stress, bir kemtiklik, faqat o'zim o'qigan bo'lganligim uchun miya уже qabul qilmay qoldi dedim. O'sha yo'q narsalarni topganligim uchun endi o'sha probniy darsda qatnashib ko'rgandan keyin birinchidan muhit yoqqanligi uchun, endi sizni ham anchadan beri taniyman. O'sha faoliyatingizni kuzatib boraman Telegram kanallar orqali. Keyin o'sha qatnashib ko'rish dastlab istagi paydo bo'ldi. Keyinchalik kurslar boshlandi. Va boshlangandan keyin ham birinchi navbatda muhit aura yoqdi. Yaxshi bir muhit edi, bir jamoa edi. Qanaqadir kunlik vazifalarni shunchaki bajarib qo'yishdan iborat emasdi. Keyin ko'p case ko'rardik. Birinchi navbatda o'sha yangi platforma ishga tushganda, endi boshlangan payti edi. O'sha Q-banklar ishlardik birgalikda. Keyinchalik o'sha biz bilan birga rivojlanib takomillashib bordi. Bizning kamchiliklarimiz, bizning og'riqlarimiz ustida o'sha biz feedbacklar bergan bo'lsak, ustoz erinmasdan turib bizdan ham ko'ra ko'proq mehnat qilib o'sha platformani rivojlantirib bizga imkoniyat yaratib berdi. O'sha birgina mana eng qiynaladigan fanim etika fanidan ham o'sha Konrad Fisherning 100 ta konsepsiyasi bor. O'shani endi kitobida sal boshida 100 ta savol boshida, keyin oxirida javoblari, explanationlari. O'shani ham hattoki mana bu xuddi Q-bank ko'rinishida o'zbekcha, ruscha formatda qilindi. Oxirgi o'sha dedicated perioddagi Mailmanni PDF anaqalarini, flash kartalarini ham hatto o'zbek rus tillarida o'sha saytga joylandi. Masalan, biz qanaqadir qiyinchilik his qilsak, ustoz o'shani izlanib platformaga joylab qo'yadilar. Alloh rozi bo'lsin. Shunchaki biznes platforma emasdi Medston, masalan, shunchaki qanaqadir foydaga yo'naltirilgan emas, haqiqiy bir muhit, o'sha oilaga aylana oldik. Ustoz ham o'zini o'sha paytdagi og'riqlaridan kelib chiqib, endi o'zlari ham suhbatlarda aytadi. Masalan, bakalavr payti qandaydir moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, o'sha platformalar olishda. O'sha o'zidagi qiyinchiliklar boshqalarga duch kelmasligini ta'minlagan holda, his qilgan holda qilganlari uchun o'sha yaxshi bir platforma tashkil etildi hamda natijalarini ham bera boshladi. Diyorbek, rostdan ham bu yoqda platforma o'zi sizlar bilan birga qurildi desak ham bo'ladi, chunki rostdan ham sizlarning bergan feedbacklaringiz hisobidan ancha ko'p narsalar bo'lib ketdi saytimizda. Men o'zimga yoqadigan ko'p funksiyalar bo'ldi. O'sha feedbacklaringiz orqasidan qurildi. Masalan, haligi First Aid kitobi har bitta кейsga bog'lab qo'yilganligi yoki white code
yoki haligi vocabularychi medical Englishni bilmaydiganlar uchun. Bu ham zo'r funksiya. Ya'ni ko'pchilik hozir men qo'rquv borda ko'pchilikda. Ingliz tilini bilmayman, IELTS olishim kerak. Birinchi IELTS yo ingliz tilini rivojlantirib, IELTS olib, keyin USMni boshlashim kerak deyshadi va vaqtini sarflab yuradi, vaqt cho'zilib ketadi. Bu esa biroz xato deb o'ylayman, chunki Medstonda allaqachon yechimlar bor-da. Agar til bilmasangiz, marhamat, ingliz tilida, o'zbek tilida, rus tilida xohlagan tilingizda shug'ullaning. Keyslar hammasi bor, даже videolar ham shunaqa 3 ta tilda qilib qo'yilgan. Agar ingliz tilida emas, to есть o'zbek tilida emas, rus tilida emas, ingliz tilini o'zida o'rganaman, lekin grammatikamda muammo bor. Ayrim so'zlarni bilmayapman faqat desa, vocabulary funksiyasi ham bor. Xullaski, saytda hamma funksiyalar, qulayliklar bor. Buni reklama deb qabul qilmaysiz. Eng ma'qul o'zingiz bitta kirib foydalanib ko'ring. Agar sizga ham ma'qul kelsa, nasib bo'lsa, siz ham Diyarbekda Xudo xolisa steplarni topshirib, shu yerda mehmonimiz bo'lib o'tirasiz, Xudo xolisa. Medston haqida faqat nima deydi, quruq so'zlar bilan gaplashmasdan, keling o'rtoqlar, raqamlar bo'yicha ham bitta ko'rib o'tamiz. Diyorbek, birinchi marta imtihon topshirganingizda blok test foizingiz qanaqa chiqqandi va keyin Medstonda mana kurs davomida foizlaringiz qanaqa o'zgarib bordi va oxiriga kelib necha foizgacha chiqdi? Ya'ni umumiy mana shu yo'lda sizda progressiya qanaqa bo'ldi? O'zi progressmi, regressmi, nima bo'ldi? Shuni bitta aytib bersangiz, ko'pchiligi qiziqda baribir faktlar. Demak, o'sha intensiv guruhni boshlaganimizda, o'zi intensiv guruhda qanaqa bo'ladi? O'sha kunlik 40 ta case bo'ladi. Casedan o'sha qiynalgan savollarimizdan request jo'natardik, keyin birgalikda darsda muhokama qilardik. O'zi shu paytgacha o'zim o'qigan paytimda ham UWorlddan foydalanganman. Endi bir 50% ishlaganman. Har bitta fan o'qigan paytim o'shani UWorld savollarini ishlab ketardim. Dastlab lekin hali mix ishlab ko'rmagandim-da. Ya'ni aralash hamma sistemani o'z ichiga olgan mix savollar ishlab ko'rmagandim. O'shaning uchun birinchi darsda o'sha 57% chiqqandi mix ishlab ko'rganim. Keyinchalik o'sha dastlabki davrlarda, dastlabki 10 ta, 15 talar o'sha o'ynagan 57, 60, 62 mana shu chegara plato bo'lib qolgan. Keyinchalik o'sha o'sib oxiri tugashiga yaqin, UWorld tugashiga yaqin 75-80 oralig'ida chiqardi natijalar. Shu 55 dan 75 o'sha 20% atrofida o'sha o'sish bo'lgan ekan. Bundan tashqari yana endi saytda MBMI, ya'ni self assessment, o'zini o'zi baholash, ya'ni imtihonga qanchalik tayyor ekanligini baholash testlari ham bo'ladi. MBMIlarni dastlabki 3 tasini o'zi hozir zamonaviy predictable bo'lgan MBMIlar 26 dan 33 gacha bo'lganlari bor. Dastlabki 26, 27, 28 MBMIlarim mos ravishda 63, 64, 65 bo'lgan, juda sekin o'sish bo'lgan. Undan keyingi o'sha MBMIlar 29 dan 31 gacha bo'lgan, ya'ni 3 ta MBMI 71, 70,5, 71,5 bo'lgan. Bu o'sish bo'ldi, yana plato bo'lib qoldi, qotib qoldi. Keyinchalik o'sha biz intensiv guruhda o'sha UWorld savollar tugagandan keyin har bitta platformani, masalan UWorldni, Ambosni, Mailmanni alohida eng qiyin savollari bo'lardi. Ya'ni ko'pchilik adashib boshqa javobni olardi. Masalan, foiz ko'rinadi-yu. Masalan, 30% odam bu to'g'ri javob belgilagan, 45% odam xato javob belgilagan. O'shanaqa konsepsiyalarni ko'rib muhokama qildik. UWorldniki tugab, Ambosniki boshlandi orada. Men MBMIlarim keyin to'xtadimda, chunki o'sish bo'lmayotgandi. O'shandan keyingi his qilib ko'rsam 32-MBMIda ko'pchilik u MBMI sal qiyinroq deydi. Natija nisbatan tushadi deyishadi. Masalan, 75 bo'lib turgan bo'lsa, 32 da masalan 70 bo'lib qoladi. Shunaqa holat deb aytardi. Endi ko'pchilikni o'sha tavsiya so'raganimda, menda o'shanda o'ylayman, o'sha qiyin savollar yechgandan keyin har bitta savolda nimaga ishora qilayotganligi, nimaga namyoq qilayotganligi, o'shanda masalan o'zimda o'sish bo'ldi deb o'ylayman. O'sha 32 sal balandroq chiqdi. 71 plato bo'lib qolgandan 77,5 chiqqandi, 32. O'shandan keyin imtihondan bir hafta oldin o'sha MBMIlarim 70 atrofi chiqayotgan paytlar imtihon belgilab bo'lgandim. Bir hafta oldin mana shu 77,5 chiqqanligi ancha kayfiyatni ko'tardi. Rostdan ham o'sha shu paytgacha ham faqat takrorlab kelardim, bir xil resursdan foydalanardim. Lekin plato o'sish bo'lmayotgandan keyin mana shu narsa ancha yordam berdi deb o'ylayman. 5% ga ko'tarib berdi. Bu narsani biz nasib bo'lsa qolganligi ham kengroq targ'ib qilmoqchimiz shuni. Kanalda ham ko'pchilik mana shu narsaga e'tibor bermaydi, Diyorbek. O'sha tashib boriladi har kuni.
ko'pchilik mensimaydida, ko'raman-da nechta odam ishlaganligi. 30ta, 40ta, 35ta, 20ta odam ishlaydi-da. Lekin juda qimmatli savollar o'sha. Shu savollar haqiqatan ham mana sizni rezultatingizni qanaqa zo'r ko'tarib berdi-yu. Biz endi o'shani o'ylab turibmiz. Именно mana shunaqa hamma qiynaladigan, juda ko'pchilik xato javob beradigan savollar bu eng hayot konsepsiyalar va bu savollarga imtihonda ham katta ehtimol bilan odamlar xato javob beradi-da. Va shular asosida Medstonda self assessment ham qilmoqchimiz. Işte ko'proq odam ishlasin, shuni ko'rsin savollarni, bilimini ko'tarib olsin. Shunaqa imtihondan ham past bo'lib ketsin. Past bo'lib kelishsin yorug' yuz bilan. Demak, Diyorbek bu bo'limda ham mana hozir bizning podkastimiz bo'lim tariqasida ketyapti. Hozir bu bo'limda xulosasini so'ramoqchiman Diyorbekdan. Xulosa qilib olganda Diyorbek nima deya olasiz? Medston sizga aynan bitta gap bilan aytganingizda qaysi masalada ko'proq yordam berdi? Medstonni o'sha boshlaganimdan keyin nimaga yordam berdi? Disiplinani shakllantirishda kunlik 40 ta savolni yechish baribir unchalik ham oson ish emas. Uni tahlil qilib, o'sha qiyinlarini belgilab birgalikda muhokama qilardik. Disiplinani shakllantirishda, shuningdek, klinik fikrlashni ham oshirdi. O'sha har bitta case nimaga ishora qilayotganligini tushunishga baribir ustoz faktori muhim rol o'ynar ekan. Baribir ustoz siz men ko'p uzoq vaqt self study qilgan odam, baribir ustozga ehtiyoj bir boshqacha bo'lar ekan. Bundan tashqari ham menda tashlab ketish anaqasi bo'lmagan, fikr bo'lmagan, o'sha ichki xohish har doim yuqori bo'lgan, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan orada juda qiyinchilik, odam stressga tushadigan payt bo'ladi. Har bitta step takerda bo'ladi. Hammada bor mana shu stressli situatsiyalar. Balki o'shunaqa paytda ham jamoani, ustozni dalda berib turishlari yordam berdi. Masalan, o'sha MBM'larda ham o'sish bo'lmayotgan paytlari yoki U-Worldda ko'tarilmay qolgan paytlari ham baribir odam kerak bo'lsa baribir nimadir ish qilgisi kelmay qoladi-da. Harakat bo'lsa, natija bo'lmay tursa, kimdir daldasi o'sha tomonlama ayta olishim mumkin, juda katta yordam berdi menga. Yo'da rostdan ham har bitta step taker mana shunaqa bosqichlardan o'tadi-da. Qiynaladi, depressiyaga tushadi va har safar o'zini qaytadan quradi-da, to'g'risi. Shuning uchun men aytaman, USMLE bu faqat imtihon topshirish emas-da. Odam o'zini qaytadan shakllantirish yo'lida, rostdan ham. Shuning uchun shaxsiyat shakllanadi, irodasi shakllanadi, o'zini quradi qaytadan. Shuning uchun ham imtihon topshirgan odamlar, USMLE steplarni topshirgan odamlar dunyoqarash boshqacha bo'ladimi deb o'ylayman-da. Boshqacharoq bo'lib qoladi deb o'ylayman aniqroq. Nimaga? Ular o'sha to'siqni ko'rmaydi-da. Shuning uchun kanalda ham ko'p yozaman. Ana USMLEga o'qiyapman degan hamma ham step taker emas-da. Kim agar o'zini lug'atidan qiyin ekan, qiynaldim yoki qilolmayman degan so'zlarni, gaplarni chiqarib tashlasa, o'sha step taker. Men depressiyaga tushib, nima deydi, xuddi eng chuqurlikni, jarlikni tubiga tushib ketgan paytda ham chiqa olsa agar, o'sha step taker-da. Men ham xuddi shu yo'ldan o'tganman. Bizni kuzatib turgan boshqalar ham xuddi shu narsani his qilgandir. Rostdan ham bunaqa paytda yo study partneri yoki ustozi yoki guruhdoshlari rostdan ham qo'llavi ancha katta rol o'ynaydi. To'g'ri, ular nima deydi, qanaqadir imtihon foizini ko'tarib bermas yoki nimadir qilib bermas yoki 3-4 so'm berib qo'ymas, lekin odamning ko'nglini ko'targan eng katta gap-da bu. Chunki odam faqat moddiyatdan iborat emas-ku, faqat jismdan iborat emas, odam ruhdan ham iborat-da. Shu ruhimiz ko'tarilib turganda bu eng maqbuli. Shunday. Shuning uchun men aytamanki, o'rtoqlar, agar kimdir USMLE o'qiyotgan bo'lsa yoki shu yo'lga kirgan bo'lsa, buni qanaqadir majburiyat deb hisoblamang. Shunchaki nima deydi, qiziqarli bir jarayon deb hisoblashingiz kerak deb o'ylayman. Shunda kayfiyatingiz ham tushib qolmaydi-da. Kimgadir hisobot uchun o'qimang. Masalan, men hali ko'rsatib qo'yaman, USMLE topshirib deb emas. Xursandchilik bilan, men shifokorman, o'zimni kasbimni mazza qilib o'rganyapman deb bitta yangilik olsangiz ham shuni sizga shukur qilib davom etaversangiz ancha osonroq bo'ladi-da jarayon. O'zingizda ham motivatsiya boshqacharoq bo'ladi. Meni shaxsan o'zimda shunaqa. Men o'rtachadan ham pastroq darajada bo'lganda bilimim. Siz har holda 2-kursda USMLE haqida o'ylagan ekansiz-ku, shaxsiy rivojlanish haqida. Menda bu 5-kurslarda boshlanganda, juda ahvolim tang bo'lganda. Shuning uchun men bitta bilim olsam ham qanaqa xursand bo'lib ketardim-da. Vau, shu narsani o'rgandim debda. Shunaqa. Zo'r. Do'stlar, aytamanki, yana takrorlab aytaman buni. Mana shu yo'lga kirar ekansiz, o'rtoqlar, kayfiyatingizni ko'tarib oling, o'zingizga ishoning. Nasib bo'lsa, kayfiyatingiz tushib qolgan paytda kanalga, Medstonga Instagram bo'lsin, Telegram bo'lsin, bitta yozib qo'ying.
kayfiyatingizni ko'tarishga, ruhingizni ko'tarishga mana biz bormiz. Do'stlar, mana Diyorbek bilan bir qadar tanishib oldik. Medston haqida ozgina gaplashib oldik. Endi shu jarayon haqida, mana shu jarayondagi muammolar haqida ham ozgina gaplashsak. Chunki ko'pchilik bizni ko'rib turganlar o'zini muammolariga yechim topish uchun ham ehtimol ko'rayotgandir. Ularga ham bizning fikrlarimiz balki yordam bo'lar. Ularni ham nima deydi, dadilroq harakat qilishiga ehtimol sababchi bo'lib qolarmiz. Shunaqa eng ko'p uchraydigan, juda ko'p odam qiynaladigan muammolardan biri bu ingliz tili muammosi. Ingliz tilida Diyorbek bilasiz, ko'pchilikda shunaqa fikr borda. Birinchi IELTS olishim kerak yoki TOEFL olishim kerak, USML'ni bo'lmasam o'qib bo'lmaydi, qiynalaman deb o'ylaydi-da. Mana shu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Menda o'zimning pozitsiyam bor bu masalaga. Bu haqda men hali to'xtalib o'taman. Sizni o'zingiz tajribangizda agar ingliz tilini bilmasdan turib ham parallel o'qib ketsa bo'ladimi? Bu avvalgi holat emas, hozirgi situatsiyada masalan Medston bilan ingliz tilini bilmay turib ham USML o'qib ketsa bo'ladimi, yo'qmi? Nima deysiz? Dastlab o'zim tajribamda shunaqa bo'lganki, men 9 oy ingliz tilida qatnashganman. Darajam endi o'shanga yarasha bo'lgan, intermediate darajalarda bo'lgan. IELTS olmaganman. Ozgina baribir qiyinchiliklar bo'lgan boshida, baribir masalan haligacha ham qanaqadir notanish so'zlar chiqadi. Haligacha ham o'sha o'rganish ustidamiz. Masalan, etika savollarida boshida endi men o'zim darajam tufayli ozgina qiyinchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, deylik, mana UWorld formatini ishlaganmiz, tugatganimizda MBM'ga o'tsak sal shu leksikoni boshqacharoq tuyulgan, jargonlar boshqacharoq tuyulgan. Shunaqa. Free Brizgmada ham sal boshqacharoq tuyulgan. Agar daraja sal kichkina bo'lsa, pastroq bo'lsa, o'shanaqa paytlar sal o'tish qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin endi hozirgi kunda oladigan bo'lsak, o'sha Medstonda agar ingliz tili darajasi masalan menikidek o'rtacha bo'lib turgan odam uchun har bitta so'zni tarjimasi bor. Vocabulary funksiyasi qo'shilgan. Bundan tashqari shunaqa odamlar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zim o'rganaman, o'zim sifatli o'rganmoqchiman, lekin til bilmayman deganlar uchun ham o'zbekcha ruscha tarjimalari ham bor. Masalan, endi bahona qolmadi-da. Masalan, yaxshi shifokor bo'lishim kerak, UWorld savollar faqatgina ingliz tilida degan bahona yo'q. Endi hozirgi kunda men boshlagan paytlarim unaqa emas, endi hozir juda ham takomillashib ketdi zamon. Hozir Medston ham shu barobarda. O'shaning uchun menimcha tildan buyog'iga unchalik ham muammo bo'lmaydi. Mana shu yerda ozgina o'zimni hikoyamni aytib bermoqchiman. Birinchi o'zimni pozitsiyam haqida yoritib o'tay. USML boshlash uchun ingliz tilini yaxshi bilish kerakmi degan savolga men aytamanki, yo'q, shart emas. Ikkalasini parallel olib ketsa bo'ladi. Nimaga? Chunki Diyorbek aytib o'tgandek, Medstonda hamma sharoit bor buning uchun. Qanaqadir medical Englishga alohida borib o'tirish shart emas. Bizning paytlarda medical English degan tushuncha yo'q edi. Hamma mustaqil o'rganardi. O'rtoqlar, solishtirishingiz uchun aniq faktlar bilan aytaman. Agar siz people degan so'zni bilsangiz, people odamlar degan so'zni bilsangiz, demak ingliz tilini mendan yaxshiroq bilar ekansiz-da. Avvalgi holatimga, USML boshlagan holatimga solishtirsangiz, yoki male, female degan so'zlar, ayollar, erkaklar degan so'z, yoki anaqa newborn so'zi, yangi tug'ilgan chaqaloq. Men bilmaganman shu so'zlarni. Bitta masalan shuni olardim-da, masalan bioximiyadan boshlaganman-da, ya'ni bitta so'z bilmasam qarardim. Ya'ni anaqa ham prilojeniylarni ham uncha bilmasdim. Lug'at kitobga olib, daftarlarga yozib, bitta so'z bilmadimmi, yozaman. Yana bilmadimmi, yana yozaman. Shunaqa qilib ingliz tili ham sekin chiqib ketganda. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tdim-ku, men bitta narsani o'rganayotganimdan juda ham xursand bo'lganman-da. Mana shu meni baxtli qilgan. Chunki bilim olayotgandim-da. U ingliz tili bilmasligim, u qiyinligi, u fikr kelmaganda. Shuning uchun hozir kimdir men ingliz tilini bilmayman, qiynalmaymanmi, qiyin bo'lmaydimi desa, men ozgina g'alatiroq bo'laman, ozgina jahlim ham chiqadi. Qiynalasiz. Okey, qiynalsiz nima qilibdi? Osmon uzilib yerga tushmaydi, to'g'rimi? Qiyinchilik bilan. Nima hech kim nima deydi? Oson narsani qilishi nima deydi? Kafolatini bermagan-ku. Ya'ni oson narsada, hamma qila oladigan narsada bir qadr bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Shu USMLning qiyinchiligi borki, u qadrli. Oxirida o'zingiz ham shunchalik bir mehnat qilib, qiynalib natijaga erishasizki, o'zingizga nisbatan ham hurmatingiz oshadi. O'zingizni oldingizda ham qadringiz oshadi-da. Shuning uchun aytamanki, o'rtoqlar, qiynalsangiz ham, qiynalaman deb hisoblasangiz ham boshlavering. Hech qo'rqmang. Oxiri baribir yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, har doim darslarda ham gaplashganimizdek, o'zi Xudo ham ko'rib turadi-da, kim qanaqa mehnat qilayotganini. Har bitta qiyinchilik uchun
o'zimizda ham shunaqa gaplar bor xalqimiz orasida ham. Ilm istab bir qadam bosgandan ko'ra ming qadam agar bosib borsa ilm yo'lida ilm istab uni nima deydi savobi yuqoriroq bo'ladi. Uni nima deydi kattaroq amal hisoblash mumkin deyishadi-yu. Men nima deydi ehtimol chiroyli tushuntira olmadim fikrimni, lekin aytmoqchimanki yo'simli o'rtoqlar qiyinchiligi bilan chiroyli. Oxirida rezultatingiz o'zingizga yoqimli bo'lishi uchun o'rtadagi qiyinchiliklar ham bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek o'rtoqlar, biz mana shu yo'simli yo'lida, umuman yo'simlida emas, tibbiyot talabalari, shifokorlar, ordinatorlar duch keladigan muammolar va ularning yechimlari haqida gaplashayotgandik. Shunaqa muammolardan biri bu ishlash masalasi. Ya'ni qanaqa qilib work and life balance ni, ya'ni ish bilan hayot balansini, ish bilan o'qish balansini qanaqa ushlash mumkin? Shu haqda ham ozgina gaplashib o'tsak. Masalan, bu yoqda menda juda ko'p nima deydi, ko'nglimni og'ritadigan masala bor-da. Anaqa Sampi atrofiga, Toshmi atrofiga borsam, aptekalarning atrofiga ati qarayman-da, kim ishlayapti yoqda? Talabalar-da, ko'pchiligi, 90% talabalar ishlaydi-da. Ularni vaqtiga to'g'risi men achinaman. To'g'ri, u yoqda moddiy tomondan ehtimol juda ham bir iloji yo'q vaziyat bordir, balki. Unaqa bo'lsa ehtimol tushunsa bo'lar, lekin nima deydi, juda ehtiyoji juda yuqori bo'lmasa ham, nima qo'shtirnoq ichidagi nima deydi, ehtiyoj yaratib o'ziga talabalar. Masalan, men yoshim katta bo'lib qoldi, men endi erkak kishiman, ishlamasam bo'lmaydi, uydan pul olishga uyalaman degan nima deydi, sabablar ko'rsatib, o'qish orqaga surayotganlar ko'p-da. Mana shu narsani men noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki bakalavr payti, ordinatura payti bu bilim yig'iladigan, bilim uchun ajratilgan vaqtda bu boshqa narsaga sarflash noto'g'ri deb hisoblayman-da. Ertaga keyin masalan oilali bo'lsa yoki ishga joylashib ketsa, o'zi ustida ishlash uchun vaqt yetmay qoladi-da. Mana shunaqa, bu endi meni pozitsiyam. Shu masalada siz nima deysiz? Agar siz ham shu yo'ldan o'tgan bo'lsangiz, siz qanaqa yechimlar qildingiz mana shunda? Ya'ni men bilaman, siz ham ishlagansiz. Yo'simli o'qiyotgan paytda ham. O'shanda ish bilan o'qish balansini qanaqa chiroyli qilib ushladingizki, oxirida mana shunaqa stabil rezultatini chiroyli qilib imtihondan o'ta oldingiz. Shu haqda aytib berasizmi? Meni o'zimning tajribamda dastlabki o'sha boshlang'ich kurslik paytlarimda keyinchalik unchalik ham ishlashga, pulga masalan uydagilar ham jam majburlamadi. O'zimda ham masalan ehtiyojlarimga yetarli edi masalan pulim. O'shaning uchun dastlab ishlamadim. Keyinchalik o'sha yuqori kurs bo'lgan paytlarim o'sha tez tibbiy yordamda ishladim. Endi baribir ilm olib, uni amaliyotga ham sal o'sha u bilan ham bog'liqlik hosil qilish uchun ham ishlash kerak deb o'yladim. Endi masalan juda katta summa qanaqadir topadigan darajada summa bo'lmasa ham, endi baribir ko'proq tajriba bo'lishi uchun ham shunaqa ma'noda ishladim. Endi baribir keyinchalik yo'simli bilan o'qish paytida ikkalasi qarama-qarshi kelib qolgan paytlar ham bo'ldi. Endi uni o'sha to'g'ri balanslash kerak bo'ldi. Menda unaqa ko'p ham smen qo'ydirmasdim. 3-4 ta smen bo'lardi tez yordamda. Endi borgandan keyin masalan baribir charchoq bo'ladi, orada uzilishlar bo'ladi. Shunga qaramasdan baribir disiplina uzoqmidi masalan 2 yilga yaqin tayyorgarlik bo'lgan bo'lsa, o'shancha disiplina ham shakllanib qolgan bo'ladi. Qanchalik o'sha charchamay, boshqa anaqa qiyinchilikka qaramasdan baribir endi kunlik vazifalarni bajarishga harakat qilardik. O'sha ishlagan paytda ham masalan yo'lda ketayotganda anki qilib yoki keyslarni, kunlik vazifalarni tugatib qo'yib, masalan orada bo'sh vaqtlar bo'lgan payti, sal bemalolroq bo'lgan payti albatta bir xayolda bu ishlarni ham qildik. Endi amallasa bo'lar ekan. Masalan, men o'zimni qanaqadir oddiy masalan qishloq bolasiman. Hech qanaqadir qobiliyatim ham yo'q, ingliz tili darajam ham o'rtacha, qo'shimcha ish ham bo'ldi. O'shaning uchun menimcha istalgan odam qo'ldan keladi bu. Ozgina o'sha disiplinani yaxshi ushlaydigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, ichki xohish bo'ladigan bo'lsa, yaxshi niyat qilib, o'shanga yarasha harakat qiladigan bo'lsa, hamma narsani iloji bor ekan. Do'stlar, bu masala to'g'risini aytganda anchagina nozik masala, chunki hammani moliyaviy backgroundi har xil-da. Shuning uchun hammaga bir xil tavsiya maslahat berib yuborish to'g'ri kelmaydi. Hamma o'zidan kelib chiqib yechimlar qiladi, lekin shunaqa bo'lsa ham men o'zimni pozitsiyamdan ko'ra tavsiya beramanki, imkon bo'lsa hayolingizni eng asosiy qismini foizlarga bo'ladigan bo'lsak, 80-90% ni o'qish uchun ajratingda va ishlashni o'sha o'qishga sharoit yaratish
maqsadida vositaga aylantiring demoqchimanda. Ya'ni maqsad ishlash bo'lmasin, maqsad qanaqadir pul topish bo'lmasin, bakalavr ordinatura paytida. Asosiy e'tibor o'qishga qaratilaversin. O'shanda menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, o'rtoqlar aytganimdek, nima deydi, talabalarda, tibbiyot xodimlarida, ordinator, bakalavrlarda eng ko'p uchraydigan muammolarni yoritayotgandik. Yana bir juda ko'pchilikdagi qayta va qayta xato qilib kelayotgan masalasi, men xato deb hisoblayman buni. Bu mening pozitsiyam. Shogird tushish masalasi haqida ozgina gaplashib o'tmoqchimiz. Shogird tushishni ko'pchilik nima uchun deb o'ylaydi. Men birinchi o'zimning fikrimni yoritay. Masalan, Diyorbek aniq ego defense mexanizmlarini gaplashganimizda shunaqa narsa bor edi. Bizni ong ostimiz xuddi mashhur bo'lishni, e'tibor markazida bo'lishni, hamma tomonidan hurmat qozonish xohlaydi, to'g'rimi? Hammaning egosi shunaqa. Va biz tibbiyotni tanlaganimizning sababi ham shuda, chunki hamma shifokorlarni xalqimiz hurmatini joyiga qo'yadi. Ko'pchilik shunaqa. Men ham o'zim shifokorlarni hurmat qilib kirganman shu kasbga. Shifokorlik kasbiga mehrim yuzasidan-da. Endi o'sha bakalavr kirdimi institutga, qaraydi, o'rganadi. Qarasa o'rganadigan narsa ko'p. U keyin egosi nima qiladi? Shuncha qiynalib yurasanmi? Undan ko'ra shogird tushib olgin. Birato'la xalatini, formangni kiyib olasan-da, vrach bo'lib yuraverasan. Bu prinsip oson ko'rinadi, to'g'rimi? Chunki bitta joyda kuniga 10 soatlab o'tirib o'qigandan ko'ra tayyorganda kimgadir shogird tushib turib, o'zini salkam vrach hisoblab yurish, uni egosini ancha tinchlantiradi-da. Nazarimda o'ylaymanki, shogird tushish uchun asosiy stimul mana shu bo'lsa kerak deb hisoblayman-da. Ya'ni egosi uni boshqaradi, ichidagi anaqasi, odamchasi bor shogirdlikka bor deb-da. Shunaqa. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, nafsi yo'l qo'ymaydi yaxshilab o'qish uchun, nazariya bilan shug'ullanish uchun. Aslida masalan mana bu USML'ni ko'pchilik nazariya deb o'ylaydi-da, lekin bu nazariya emas o'zi. Chunki USML bu aniq faktlar asosida yig'ilgan klinik bilimlar to'plami. Shu paytgacha ishlagan shifokorlarning tajribalari yig'indisi. Va agar siz shogird tushmoqchi bo'lsangiz, men aytamanki, bitta ustozga shogird tushib o'rganganingiz ma'qulmi yoki shu paytgacha o'tgan yoki ishlayotgan minglab, millionlab shifokorlarning tajribasini o'rganganingiz ma'qulmi? O'sha biza nazariya deb hisoblaydigan kitoblar, USML resurslari bular o'sha millionlab shifokorlarning tajribalari yig'indisi. Endi o'zingiz bitta qiymatini solishtirib ko'ring. Kimdan ko'proq o'rganmoqchisiz? Bitta ustozdanmi yoki ko'proq ustozlardanmi? Bu mening pozitsiyam. Shuning uchun aytamanki, shogird tushish qachon bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda USML step 1 ni tugating, USML step 2 ni tugating. Ana o'shandan keyin shogird tushsangiz yarashadi, lekin ungacha bularni o'qimasangiz uyat bo'ladi, o'rtoqlar. Bu mening fikrim. Diyorbek, shu masalada siz nima deysiz? Siz qanaqa fikrdasiz? Bu masalada ham endi qarashlarimiz ancha o'xshash ekan. Meni o'zimni ham fikrim, endi o'zimni demak tabiatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim ham avval yaxshiroq bilim olmagunimcha, o'zimga ishonchim bo'lmagunicha kimdandir shogird tushishga to'g'risi sal uyalish ham bo'lgan menda. Endi hammadan o'tadi. Masalan, o'zimdan ham o'tgan, shu shogird tushish kerakmi yoki xuddi siz aytganingizdek, dastlab o'sha ego e'tibor jalb qilish kerak degan deb xuddi menda ham shunaqa tibbiyotga kirganman. Keyinchalik o'shanaqa baribir ego majbur qiladi. Masalan, qiyin yo'l tanlaysanmi, undan ko'ra tezroq erishda, tezroq qanaqadir darajalarga erish degan fikr bo'lgan. Endi bundan tashqari o'zimni ham aytganimdek, xarakterim unchalik ham avval bir narsani chuqur o'rganib, baribir miyada bir kemtiklik bo'lib turgan payti shogird tushishga uncha bo'lmagan. Meni ham qarashlarim shunaqa. Endi qanaqa qarashimiz mumkin deylik, agar ustoz topishni o'zi ham bitta masala, yaxshi bir vrach ustoz topishni o'zi ham bir masala bo'ladigan bo'lsa, endi u ustozni ham bunday olib qaraganimizda vaqti kam bo'ladi. Agar yaxshi ustoz bo'lsa, uni bemori ko'p bo'ladi va shogird bilan shug'ullanishga vaqt bo'lmasligi mumkin. Paradoksal ravishda nisbatan yomon foyda berib qolishi ham, endi bilmadim, kimgadir yaxshi ishlar, endi meni ham o'zimni demak fikrim, o'zimni qarashim. Butun masalan shogird tushganlar hammasi yomon demoqchi emasman. Meni ham qarashim shunaqa hozircha.
avvalambor yaxshi bir fundamental bilimlarni olib, keyin shogird tushadigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi menimcha. Do'stlar, mana shu paytgacha ko'pchilikda uchrayotgan muammolar haqida, ularning yechimlari haqida bir qadar gaplashdik. Lekin aslida muammolar bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Agar sizda ham qanaqadir duch kelayotgan muammolaringiz bo'lsa, kommentlarda bu haqda yozib qoldiring. Va biz keyingi podkast sonlarida ularni ham atroflicha tahlil qilib yoritib o'tamiz. Ehtimol bu ham nima deydi, sizga, boshqalarga foydali bo'lar. Xo'p, do'stlar, yana ko'pchilik so'ragan ekan, o'zi hadeb Medstone deysizlar, Medstone kurslari deysizlar, o'zi kurslar narxi necha pul, o'zi narxiga arziydimi, nima deysizlar o'zi, mana shu kurs qimmat emasmi, shunaqa narx haqida ham ko'p savollar kelib tushadi-da. Shu haqida ham gaplashib o'tsak. Masalan, men aytishim mumkin, Medstone'ni asoschisi sifatida men aytishim mumkin, zo'r kurs, kursga kelinglar, bundan zo'r yo'q deyishim mumkin, lekin xolis odamni, uchinchi shaxsni fikri menimcha sizga qiziqroq bo'lsa kerak. Shuning uchun Diyorbekdan so'ramoqchiman. Diyobek, siz nima deysiz? Bizning kurslarimiz qimmatmi? Xo'p, meni fikrim, Medstone kurslari o'zi agar keling mana solishtiraylik, hozirda o'sha IELTS sertifikati bir industriya darajasiga aylangan. IELTS sertifikati bilan solishtiradigan bo'lsak, IELTS kurslarining narxlariga nisbatan USMLE kurslari hozir Medstone'dagi narxlar juda ham ancha farq qiladi karrasiga. Agar masalan o'zini imtihonni to'lovlariga solishtiradigan bo'lsak, USMLE'ning o'z karrasiga qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin Medstone kurslari nisbatan o'sha arzonroq anchagina. Men masalan o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'sha ma'lum vaqt o'sha qatnashgan bo'lsam, achinamam yo'qmi o'sha ketkizgan vaqtimga, ketkizgan pulimga deydigan bo'lsak, hech qanaqa achimayman. Qaytaga o'sha o'zini taqdim etib turgan imkoniyatlardan ko'ra nisbatan arzonroqman deb o'ylayman. Endi ko'pchilik savol beradi kommentda, rostdan ham bu tekinmi kurslaringiz degan ham shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Endi masalan boshda o'sha ustoz juda arzonga ham qilib ko'rdi-da, mana bu doimiy guruhlarda. Doimiy guruhlar bo'lardi. O'sha doimiy guruhlariga deylik, o'sha platformani o'zini 100 ming, 200 ming qilgan paytlarida ham odamlar ko'pchilik masalan faqatgina ichki xohish, ichki ishtiyoq bilan emas ekanda, masalan yo qimmatroq narsa bo'lsa o'shanga ham qaraydimi, balki juda arzon bo'lib ketsa ham uncha ishlamaydi-da. Endi marketingning shunaqa joylari bormi bilmayman. Albatta. Juda arzon bo'lsa ham ko'pchilik bunaqa e'tiborsiz qoldirdi-da. Mas'uliyat kamayadi. Men o'zimni fikrim, albatta shu kurs qatnashuvchisi, bitiruvchi sifatida hech qanaqasiga afsuslamayman. Qaytaga rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman ushbu jamoaga. Diyorbek, sizga ham rahmat kattakon. Narx masalasini o'zi ochig'i bu mavzuda gaplashishni unchalik yoqtirmaymiz. Vaholanki shu mavzu ochilgan ekan, ozgina aytib o'tmoqchiman. Bizga adminlarga ham juda ko'p xabarlar yozishadi-da. O'zi kursni juda minimal darajada, platformani ham juda arzon qilib qo'ysak ham, yana ham arzon qilish imkoni bormi yoki bu kurslar tekinmi deb ham aytishadi-da. Bo'lmasam, Medstone'da orqa fonda nechta odam ishlaydi-da? 10 ga yaqin odam ishlaydi bitta guruh uchun. O'sha guruhni progressini tekshirish uchun, unga assistent sifatida javob berish uchun o'quvchilarni video ko'rish paytida, kes ishlash paytidagi savollariga biz javob beramiz-da o'zimiz ham. Bo't. O'shanaqa sharoitda odamlar ko'p, mana jamoa ko'p narsadan kechib guruh uchun mehnat qilyapti-da, shu o'quv kursi uchun. O'shanaqa sharoitda agar tekin bo'lsa, bu qanday haqiqatga to'g'ri keladi? Bu g'alatiroq-da. Masalan, o'sha sahna ortida mehnat qilayotgan shifokorlar, dars yozayotganlar, kes tahlili qilib berayotgan shifokorlar, sahna ortida sizga savollar tuzib berayotgan shifokorlar, ular amaliyotga chiqib ketibdi yoki ko'proq vaqtini amaliyotga ajratib, yaxshiroq summaga, yaxshiroq oyliklarga ishlashi mumkin-ku. Nimaga ular shunaqa qilishmayapti? Nimaga masalan o'quvchilarni bu tekin kursmi degan savoliga ko'z yumib ishlashda davom etishyapti? Chunki o'rtoqlar, missiya faqat pul topish emas bu yerda. Bizni Medstone'ni oliy maqsadi bu anchagina moddiyatdan yuqoriroq. Bizning maqsadimiz imkon qadar ko'proq odamni, ko'proq tibbiyot xodimini USMLE darajasida bilim olishlariga yordam berish, tibbiyotimizni saviyasini ko'tarishga yordam berish. Va shuning uchun men so'ragan bo'lardimki, mana shu missiyamizni bajara olishda siz ham yordam berishingizni, shu jarayonda qo'llab-quvvatlab turishingizni.
Do'stlar, yana bir muhim masala haqida gaplashib o'tishimiz kerak podkastimiz davomida. Bilasizmi, o'rtoqlar, USMLE jarayoni bu faqatgina bilim olishdan iborat emasda. Ya'ni USMLE uchun tayyorlanib, bilimingiz juda ham zo'r bo'lgani bilan imtihon kuni o'sha narsani yuzaga chiqarib bera olish ham bu muhim narsada. Ko'pchilikda mana shu muammolar ham mana shu oxirgi yilda ko'p kuzatilyapti. Bilim tomonidan juda ham zo'r. Haqiqatan havas qilasiz, MBMisi zo'r, imtihon rezultatlari zo'r, lekin oxirida fail bo'lishadi. Ya'ni imtihondan yiqilib chiqqanlar ko'p bo'lyapti. Mana shu situatsiyada demak, Diyorbek, siz o'zingiz aytib bersangiz, imtihon kuni bolalar o'zini qanaqa tutish kerak? Imtihon topshirayotganlar. Nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak va qaysi xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak? Shu haqida gapirib bersangiz. Xo'p, imtihon haqida, real exam haqida gapiradigan bo'lsak, bu imtihonga masalan kirib, pas yoki fail bo'lgan odamlarni men bir xil darajada deb hisoblayman. Masalan, bilim jihatdan, chunki katta summada to'lov qilib kirgandan keyin baribir odam o'sha bilim jihatdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'sha MBMI skorlari 70 dan baland 3 ta kamida bo'lgan odamlar kiradi odatda. Endi fail bo'lib qolishi odatda o'sha bilim bilan bog'liq bo'lmaydi menimcha. Qo'shimcha stresslar, qo'shimcha qanaqadir muammolar bunga sabab bo'lishi mumkin. Endi o'shaning uchun har bitta imtihonga kirayotgan odamga yaxshigina o'sha imtihonni o'zi uchun ham ruhiy jihatdan har xil bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar uchun tayyorgarlik ko'rib olishni maslahat bergan bo'lar edim. Men o'zim imtihonni topshirganimdan 2 kun oldin o'sha Istanbulda topshirdim. 2 kun oldin Istanbulga bordim. Va ishonchim komilmasdi. Shunaqa xabarlar chiqqandi. Imtihon savollari o'zi dastlab 40 tadan iborat 7 ta blok bo'lishi kerak edi. Va keyinchalik 20 ta savoldan iborat 14 ta blokka o'tdi. Bu haqda o'tadi degandi, lekin rasman o'sha kirib chiqqanlar, bunaqa tanishlarim yo'qligi uchun ishonchim komilmasdi. Endi bir kun oldin bordim, Prometrik centerni ko'rib o'rganib chiqdim. Qanaqa borish, buni maslahat beraman, chunki bir kun oldin borib, u qanaqa joylashgan, ertasi kuni qanaqa yetib olsa bo'ladi. Bular juda ham muhim faktorlar hisoblanadi. Kechikib qolish mumkin, boshqa narsalar mumkin. O'sha yerda o'tirgan odamlardan so'rab olish kerak, nima kerak, nima olib kelish kerak, aniq tushunchaga ega bo'lib olish kerak. Men o'zimda o'sha 20 talikka o'tib, har bitta blokka yarim soatdan vaqt ketdi. MBMini 50 ta savoli 75 minut vaqt beriladi. Unda nisbatan time management qilish osonroq ekan MBMida. Vaqt ortib qoladi baribir. Ko'p savol, ko'p vaqt bo'ladi, oxirida vaqt ortadi-da. Lekin mana shu yarim soatlik 20 ta blokka ozgina qiynaldim. Mana shu mendagi muammo time managementdagi muammo bo'ldi. Xudoga shukr, qanaqadir qo'rquv, stress bo'lmadi. Endi ruhan o'zim tayyorladim. Demak, hech qanaqa keraksiz narsa, agar stress bo'lib qolsa ham odam tinchlanishga harakat qilish kerak. Bundan muammo bo'lmadi. Menda muammo time managementdan bo'ldi. Bundan tashqari o'sha 80 ta ball berilmaydigan savollar bor. O'shanaqa savollar tushgan sari odam miyasida o'sha qiynalgan savollar esda turadi. O'sha narsa ruhiy bosim beradi. Mana shu keyingi kutish protsessi juda ham qiyin ekan, to'g'risi, tayyorgarlikdan ham ko'ra. Shunaqa. O'sha payt odam juda, men ham bir o'rtoqlarimga o'sha xabar yuborganman, qarasam 80% ehtimol bilan fail bo'ldim degan shunaqa yuborgan ekanman-da. Yaqinda ko'rib qoldim. O'shanaqa bo'ldi. Masalan, ball bermaydigan savollar ham tushishi mumkin. O'shanga ham ruhan tayyor bo'lish kerak. Qiynaldimmi, bo'ldimi, fail bo'ldim, prosta tugatib qo'ysam bo'ldi degan ana qarash bilan ishlash emas. Har bitta savolga oxirida ham yaxshigina diqqat qaratib, har biridan umid qilib, o'sha ishlayverish kerak. Niyat keng qilib, ko'ngilni xotirjam qilib. Shunaqa. Xudo xolasa natija yaxshi bo'ladi. Endi bundan tashqari boshqa tayyorgarliklarni aytadigan bo'lsak, endi diqqatni jamlash uchun men o'zimdan oladigan bo'lsam, 2 ta Red Bull oldim. No sugar, zero sugar oldim. U o'sha diqqatni jamlashga, o'sha oxirida konsentratsiyaga qaratish qiyin bo'ladi. Keyin diuretik effekt kam ekan, o'shaning uchun o'shani oldim. Keyin endi 2 ta banan oldim, to'g'risi qonin ochmadi. O'sha o'ziga yarasha tayyorgarlik ko'rishadi. Endi masalan, har xil imtihondan oldin yangicha muhitga borgandan keyin ovqat yoqmay qolishi mumkin, ko'ngillanishga qarshi dori olish kerak. O'sha irritable bowel sindrom bo'lishi mumkin, stress tufayli kimdadir. O'shaning uchun loperamid birorta dori olish kerak. Hamda bosh og'rig'i uchun ham masalan birorta dori olib turib, Fanigammi, parasetamolmi borib, o'sha imtihon boshlanayotgan payti ichib olishni maslahat beraman. Endi to'g'ri maydalashib ketdi, lekin buni o'sha maydalashayotganim sababi ham odatda imtihonda agar fail bo'lib qolish bilimga bog'liq bo'lmay qolishi mumkin-da. Boshqa tashqi faktorlarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa o'shanga yaxshi orientatsiya olish kerak. Shuningdek, mana bu imtihon payti 14 ta blokka aylangan.
qanaqa menda tanaffuslarni bo'ldim deydigan bo'lsam, dastlabki o'sha ikkita blokda hech qanaqa tanaffus olmadim. Keyingi bloklarda har biriga 2-3 minutdan tanaffus oldim. Keyin bitta o'sha ovqatlanib olish uchun 15 minut vaqt kerak bo'lgan bo'lsa, oxirgi bloklar uchun mana bu 10-dan buyog'iga, masalan 11, 12, 13, 14 oralig'iga bir 5 minutdan vaqt orttirib qo'yganini maslahat beraman, chunki baribir tushib ketar ekan konsentratsiya. Masalan, bitta savolni tushunish uchun bir 2-3 marta o'qishga to'g'ri kelib qoldi. Oxirida konsentratsiya yo'qolar ekan, Charchaydi. shuncha miya charchab qolar ekanda. Lekin Xudoga shukr, men o'zimda ham aytganimday fail degan hissiyot bor edi, lekin oxirida natija yaxshi bo'ldi. Allohga shukr, yuzimizni yorug' qildi. Do'stlar, Diyorbek aytgandek, ko'pchilikda shunaqa fail bo'lish hissi bo'ladi, fail bo'ldim degan fikr o'tadi. Agar mabodo o'rtoqlar shunaqa fikr o'tsa ham va agar mabodo fail bo'lgan bo'lsangiz ham, hech ham o'ylamang, bu narsadan uyalmang. Nimaga? Chunki siz yurak yutib, yo'sinli yo'liga kirdingiz. Shuncha qiyin yo'lni yurak yutib bosib o'tdingiz shuncha yo'lni. Buni o'zi ham bitta kattakon jasorat. Siz to'g'ri imtihonni o'ta olmagandirsiz va bu qanaqadir psixologik nima deydi, muammolar hisobidan, stress hisobidan shunaqa bo'lgandir. Katta ehtimol bilan shunaqa o'zi. Va sizni bilmingizni hech kim olib qo'ygani yo'q. Chunki imtihonga borgunicha Diyorbek aytganidek, hech kim ko'r-ko'rona bormaydi. Baribir rezultati 70-80% bo'lgandan keyin boradi ko'pchilik. Shunaqa. Shuning uchun ham o'rtoqlar hech ham tortinmang. Yusimlidan fail bo'ldim deb. Xo'p, kimdan tortinasiz? Hatto ingliz tilini bilmayapman, ingliz tilini o'rganmasdan qiynalaman degan nima deydi, dangasalardan tortinasizmi yoki hali boshlashdan qo'rqib yurganlardan tortinasizmi yoki yusimlini tanlasammikan yoki nemis tilini tanlasammikan deb haligacha o'zi nimani xohlashini bilmay yurganlardan tortinasizmi? Kimdan tortinish kerak-da, to'g'rimi? Tortinmang, siz qaroringizni qabul qilib bo'ldingiz. Eng muhimi, qaroringizni siz o'zingiz uchun o'zingiz qildingiz. Kimdir siz uchun qaror qilib bergani yo'q. Tanlovni o'zingiz qildingiz. Mana shu eng katta yutuq. Shuning uchun o'rtoqlar, bu yog'iga bo'shashmang, davom eting. Xudo xolisa, bu safar agar o'xshamagan bo'lsa, keyingi safar albatta o'xshaydi. Shunaqa. Xo'p, bu yerda do'stlar, podkastimizga ajratilayotgan vaqt ham tugab bormoqda. Shuning uchun oxirida yakunlovchi so'z sifatida Diyorbek o'zini tavsiyalarini aytib o'tsalar, endi boshlamoqchi bo'lganlarga, hozir mana shu yo'lda tarilayotganlarga, yo'simli o'qiyotganlarga Diyorbekni ikki og'iz tavsiyasi, maslahatlarini eshitamiz. Xo'p, meni tavsiyalarim o'sha boshlamoqchi bo'lib turgan yoki ikkilanib turgan odamlarga maslahatim shuki, men o'zimdagi o'sha qo'rquvlar asosan moliyaviy jihatdan bo'lgan. Xudodan so'rardim, ey Xudo, mana shu tomonlarni o'zing yordam bergin. Mayli, o'zim har qanaqa o'zimga bo'ladigan qiyinchiliklarni olishga tayyorman derdim. Lekin Xudoga shukrki, oxirida o'zimga bog'liq bo'lmagan hamma narsasi hal bo'ldi-yu, o'zim qilishim kerak bo'lgan narsalar kerak bo'lsa, o'sha qiynalgan paytlarim bo'ldi. Niyat katta qilish kerak, ko'ngilni keng qilish kerak, Xudodan so'rash kerak, harakat qilish kerak. Baribir chin dildan qilingan harakatni baribir Alloh ko'rib turibdi, o'zi o'shanga yarasha munosib mukofotini ham berar ekan. Endi yusimlidan nimalar yo'qotdim va nimalar topdim deydigan bo'lsak, yusimlida yo'qotilgan albatta vaqt jihatdan ozgina yo'qotishlar bo'lishi mumkin, moliyaviy jihatdan, o'sha payti deylik, masalan, ko'p jihatdan odamlardan izolyatsiyalanish, ihotalash kerak bo'ladi. Qanaqadir rivojlanishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlarimdan o'sha rivojlanish vaqtlarim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Endi buni ham ochiqchasiga aytish kerak. Yutgan narsalarimni oladigan bo'lsak, albatta intizom shakllanishida, o'sha yaxshi niyat qilib, tavakkal qilib, o'sha harakat qilib, odat oxirida natija ham shunga yarasha bo'lishi imkoniyati taqdim etilganiga, juda ham ko'plab yaxshi insonlarni uchratgan, tanishganim uchun bu men uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shuningdek, endi keyinchalik mana shu o'zim orzu qilganday xalqaro darajadagi shifokor bo'lish va step 2ga tayyorlanish, rezidentura uchun ham imkoniyat berdi. Shuningdek, keyingi bosqichlar uchun ham ishonch beradi deya olaman. Albatta, yuqorida aytib o'tganimdek, bu yo'lda juda ko'p yaxshi insonlarni uchratdim. Shunaqa yo'l ekanki, bu tortinmaslik kerak. Istalgan odam, shu yusimli yo'ldagi odam hammasi ham bir o'ziga yarasha bir qanaqadir qiyinchilikdagi odamlar bo'ladi. So'rasangiz hamisha bir-biriga yordam bergisi kelib turadi-da. Shunaqa. Minnatdorchilik bildiraman. Avvalambor Allohga hamd, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salovat va durudlar aytaman.
Shuningdek, meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onam, yaqinlarimga, qarindoshlarimga, ayniqsa bobomga moliyaviy yordamlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, ustozlarim o'sha dastlab boshlaganimdagi Zokirjon akaga, Abbosxon akaga, shuningdek ustozimizga, Shohruh akaga, Medstone jamoasidagi Nilufar opa, Shahzoda, Manzura, Muzrobbeklarga, institutda yordam berib turgan o'rtoqlarim Ismoilga, kursdoshlarim shunaqa payt bo'ldi, dedicated periodda uyda ishlar ko'payib ketgan payti kursdoshlarim uyimga kelib yordam berib ketishdi. Muhammad Nazar, Said Komilxonlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta bundan tashqari meni tanimasa ham endi ko'pchilikdan maslahat so'rab yurdim. Registratsiya jarayonlarida study plan tuzishlarda yana boshqa yordam bergan Shahriyor akaga, Miraz akaga, Husanboy akaga, Mahmudjon akalarga ayniqsa o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammaga o'sha nima ish qilishdan qat'iy nazar qat'iyat bilan tavakkul qilib, harakat qilib, Allohdan so'rab har bir ishda bardavom bo'lishlarini tilab qolaman. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Do'stlar, aslida gaplashishimiz kerak bo'lgan mavzular hali juda ham ko'p, lekin ularni hammasini bitta podkastga sig'dirish biroz qiyinroq. Shu sababli qolgan mavzularni nasib bo'lsa keyingi sondagi podkastlarimizda atroflicha yoritib o'tamiz. Va o'rtoqlar, podkastimizni yakunlar ekanmiz va ushbu podkastimizni tayyorlashda yaqindan yordam bergan Bolodok Academy Clean IQ Show podkastiga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va nasib bo'lsa Medstone Academy endi Bolodok Academy bilan birgalikda o'z faoliyatini olib borishni va yanada ko'proq odamlarga ilm ulashishda davom etishni ma'lum qilib o'tmoqchiman. Shunaqa ekan do'stlar, hozircha shu. Hammaga rahmat, charchamanglar. Rahmat e'tibor uchun.